Hidoyat Allohdan. Harakat qiling, o'qing ko'proq imkoni boricha. Ham o'qing o'zingiz ko'zingiz bilan ochib manzillardan. Eshiting, gaplashing, so'rab ko'ring, muloqot qiling. Harakat qilsangiz, agar Alloh hidoyatni sizga munosib ko'rgan bo'lsa, albatta hidoyat topasiz. Hidoyat Allohdan. Bir kishini boshini ochib, ichiga solib qo'yib bo'lmaydi. Yoki musulmon odamni ham qalbini yorib, iymonini tortib olib bo'lmaydi. Shuning uchun kofirlar mana to payg'ambar alayhisalomdan boshlab u kishidan avvalgi hatto payg'ambarlarni izdoshlarini yo hozirgi musulmonlarni ham kofirlar o'ldirishi mumkin, boshini olishligi mumkin, zindonband qilishligi mumkin, lekin bir musulmonni qalbini yorib, iymonini sug'urib ololmaydi. Qarang, Alloh shunga imkon bermagan. Boshini olishligi mumkin, lekin qalbini yorib, iymonini sug'urib ololmaydigan qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taolo. Hidoyatni beruvchi ham o'zi, olib qo'yuvchi ham o'zi. Munosib bo'lganda beradi, nomunosib bo'lsa qaytarib olib qo'yadi. Allohdan. Na bunga shu super da'vatchini so'zlari ham o'tmaydi, yoinki na bir kishi mol bilan, kuch bilan solib ham qo'ya olmaydi. Hattoki payg'ambardek zotlar ham bunga molik bo'lmaganlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onda Rasul alayhisalomga ochiq oyat bilan xabar qilganda innaka la tahdi man ahbabta valakinalloh yahdi man yasha. O'zingni yaxshi ko'rganingni hidoyatga kirgizib ololmaysan deyapti.